Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, bugun sizlar bilan o'tgan safargi mavzuyimiz davomi, ya'ni yangi diniy sektalar hamda harakatlar haqida gaplashib o'tamiz. Bugungi mavzuimiz mobaynida, demak, yangi diniy harakatlar va sektalar huquqiy maqomlari haqida, ularni davlat va jamiyatga qarshi harakatlari hamda aynan O'zbekistonda ham aniqlangan mana shunday norasmiy jamoalar haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, aslida bunday harakatni ta'sis etuvchilarning ko'pchiligida fundamentalizm mavjud bo'ladi. Ya'ni fundamentalizm nima deydigan bo'lsak, fundamentalizm shuki, ya'ni paydo bo'lgan davrda, dinning paydo bo'lgan davrda qanday e'tiqod bo'lgan bo'lsa, insonlar qanday o'zlarini tutgan bo'lsa, xuddi shunday dinni saqlab qolish, ya'ni fundament holatida qanday bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday saqlab qolish mavjud bo'ladi. Masalan, o'zimizda ham bugungi kunda albatta globalizatsiya davrida islom diniga bemalol e'tiqod qilish masalasiga imkoniyat yaratilgan, masjidlar faoliyati, madrasalar faoliyati yo'l qo'yilgan bir davrda ayrim shaxslar tomonidan bularga faol qarshilik qilish holatlarini ko'ramizki, ya'ni go'yoki aynan mana shu 8-asrda arablar davrida qanday islomga e'tiqod qilingan bo'lsa, xuddi shuni davom ettirish kerakligi yoki boshqa mana shunday fundamentalistik qarashlar bilan faol qarshilik qilish holatlarini ko'ramizki, aynan jamiyatda ham jamoatchilik tomonidan bunday harakat qo'llab-quvvatlanmagan bir paytda aynan ular o'ziga xos bo'lgan bir qarashlar bilan, o'ziga xos bo'lgan uslublar bilan ularni o'ziga og'dirishga yoki ularni ruhiyatiga ta'sir etishga harakat qiladiki, go'yoki bu insonlarning harakati to'g'ri ekanligi hamda mana shu ularga qo'shilish kerakligi haqidagi bir faoliyat bilan ularni o'z yo'nalishlaridan chalg'itishga harakat qilish holatlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi albatta bularning harakatlari ko'pincha bunday jarayonlarda rad etiladi va mana shunday holatlarda ko'pchilik tomonidan ajralib qolgandan keyin o'ziga xos bo'lgan, o'zi qarashlariga qo'shilgan shaxslar tomonidan bir o'ziga kichik jamiyatlar tashkil etish yoki kichik diniy harakatlar tashkil etish orqali insonlar hayotiga, umuman jamiyat hayotiga faol qarshilik ko'rsatish yoki o'ziga xos bo'lgan bir harakatlar bilan uni faoliyatiga to'sqinlik qilish holatlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Quyidagi suratda ham ko'rishimiz mumkinki, go'yoki hamma qo'llab-quvvatlab turgan davrda bir shaxs tomonidan bunga umuman berilmayapti, ya'ni qo'llab-quvvatlash jarayoni u o'zini javoban ko'rsatmayaptiki, bunday shaxsni biz marginal shaxs sifatida baholaymiz. Diniy fundamentalizm nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, albatta 1909-1920 yillar mobaynida aynan xristianlikda protestantizm doirasida, demak, asoslar hamda haqiqat va guvohliklar nomli asarda bu harakatning huquqiy asoslari va ijtimoiy harakat sifatidagi demak nazariyalar ko'rsatib berilganki, va aynan mana shu yerda fundamentalist atamasi qo'llana boshladi. Ya'ni bu degani insonlardan fundamental ravishdagi dinga faqatgina e'tiqod qilishga bo'lgan istagi haqida mana shunday qarash aytilgan. Ya'ni go'yoki davlat boshqaruvi yoki jamiyat boshqaruvi jarayonida diniy ulamolar tomonidan, demak, o'ziga xos erkinlik talab etilishi yoki diniy fundamentalizm talab etilish holatlariga nisbatan mana shunday qarashlarning vujudga kelishiga sabab paydo bo'lgan. Endi ikkinchi tomondan oladigan bo'lsak, odatda ma'lum bir shaxslar yoki guruhlar tomonidan mana shunday o'zlarini bir guruhlarini tashkil etishga, jamiyatdagi ayrim bir holatlarni tanqid etish orqali yoki ularni muqobil o'sha o'rnini bosadigan variantlarni ko'rsatish orqali go'yoki ularga yangicha yo'l ko'rsatishadiki, shu orqali ularni o'z tarkiblariga qo'shib olish, go'yoki ularning qarashlari haqiqiy qarash ekanligi, qolganlarning esa fikrlari noto'g'ri ekanligi haqida ularni ishontirish orqali, joyi kelgan paytda esa moliyaviy ko'mak ham berish orqali ularni tarkibiga qo'shib olishadiki, o'tgan darsimizda aytganimizdek, xuddi shunday qarashlardan yana bittasi, xuddi shunday harakatdan bittasi aynan Yaponiyadagi Aum Sinkrio ta'limoti bo'lgan. Aum Sinkrio so'zini ma'nosi o'zi jamiyatdagi bir
o'zgacha qarashli insonlarni yoki o'zgacha qobiliyatli insonlarni tuzilgan jamoasi degan ma'noda bo'lganki, go'yoki bir bunday aytganda o'zgacha qobiliyatli insonlardan tuzilgan bu jamoa go'yoki shu Alloh tomonidan bir belgilangan shaxslar sifatida baholanganki, aynan bu sektani asoschisi o'zi aslida 1955-yilda tug'ilgan yaponiyalik bir shaxs hisoblanadi. Aynan uni o'zi yoshligi agarda Asahara bo'ladi o'zi asli ismi. Aynan uni hayotiga agarda e'tibor qaratadigan bo'lsak, aslida yoshligidan ko'zi ojiz bo'lib tug'iladi va aynan ko'zi ojizlar orasida dastlab ko'plab zo'ravonlik qilib ularni pullarini olib qo'yish yoki mana shu shaxslarga nisbatan demak qandaydir bir zulmlar o'tkazish orqali yoshligida ko'rsatgan bo'lsa, keyinchalik u demak ma'lum vaqt mobaynida Hindistonga yashaydi. Ya'ni ma'lum vaqt degani taxminan bir 15 kun 20 kun mobaynida yashaydi, qaytib keladiki va aytadiki, odamlar masalan 8 yil, 10 yil yoki 20 yil mobaynida o'rganadigan buddizm ta'limotini u go'yoki mana shu qisqa vaqt ichida o'ziga singdirganligi yo bo'lmasa Isoning ruhi menda joylashib olgan kabi go'yoki uning ta'limotida aslida o'zini hech qanaqa bir o'ylab topgan hech qanaqa bir qarash mavjud bo'lmagan. Mana shu xristian dinidagi hamda buddizmdagi bir qarashlarni o'zini bir mani fikrlarim degan ma'noda qolgan shaxslarni ularga jalb etishga harakat qiladiki, qiziq tomoni aynan mana shu shaxsni faoliyatiga yoki harakatiga ko'pchilik insonlarni qo'shilib qolish natijasida keyinchalik ularni hech qanaqa ajralib chiqishiga ham yoki ularga qo'shilmasiga yoki ketib qolishiga ham imkoniyat yaratilmaganki, agar kimda-kim ulardan ajralmoqchi bo'lsa, ularni qandaydir bir qonli jazo kutayotganligi signal sifatida ko'rsatilganki, masalan, bir advokat bir amaldorni farzandi hamda uni demak qarindoshlarini mana shu tashkilotdan ajratib olib bera olganligi uchun o'sha advokatni o'zi 1 yoshli farzandi va xotini bilan bo'g'ib o'ldirilgan holatda topilganligi go'yoki boshqa a'zolarga agarda ularning tarkibidan ajralib chiqadigan bo'lsa, mana shunday javobgarlik demak ularni ham yelkasiga tushishi mumkinligi ko'rsatib o'tilgan. Keyinchalik albatta bu tashkilotning faoliyatiga nuqta qo'yilgan va Aum Sinkryon o'zi tashkilot rahbarining o'zi, demak Asaharaning o'zi demak qatl etilgan. Lekin qatl etilsa-da ularni nafaqat u Yaponiya hududida, balki Rossiya hududida ham yoki boshqa davlatlar hududida ham tarafdorlari mavjudligi tan olingan va hattoki ularni a'zolari demak siyosiy partiya sifatida ham faoliyat yuritishga harakat qilganligi yo bo'lmasa ma'lum bir davlatlardagi diniy qarashlarga ta'sir etish maqsadida turli xil teraktlar uyushtirganligi, xususan o'sha Tokio metrosida zaharli gaz tarqatish holatlarida ham aynan mana shu tashkilot tomonidan uyushtirilganligi aniqlanganki, ya'ni shu nuqtai nazardan bugungi kunga qadar bu tashkilotni taxminan masalan bir 5-6 mingga yaqin a'zolari yashirin ravishda faoliyat yuritayotganligi haqida ogohlantirilgan. Aynan bunday tashkilotlarda demak xuddi shunaqa bir plakatlar ham turadiki, ya'ni bu yerda masalan yoki cherkovga bor yoki shayton senga yetib oladi singari insonlarni cherkovga majburan jalb etish holatlari vujudga keladiki, chunki O'zbekistonda albatta vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunga muvofiq bilamizki, insonlar istalgan dinga e'tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga egaki, shuning uchun insonlarni bu jihatdan diniy majburlash aslida qonun tomonidan taqiqlangan hisoblanadi. Fundamentalizm turida albatta individual hamda jamoaviy turlari mavjud bo'ladi. Ya'ni unda ba'zida ma'lum bir shaxs tomonidan bu ta'sir o'tkazishga harakat qilinsa, ba'zida esa unda jamoaviy ravishda ta'sir o'tkazishga harakat qilinadiki, katolik oqimida ham masalan 1928-yilda Escrivá de Vallegrón tomonidan Xudoning ishi, ya'ni Opus Dei degan tashkilot tashkil etilgan bo'lgan va aynan 20-asrda Yevropa va Lotin Amerikasi davlatlarida mana shu tashkilotning ham faoliyati sezilarli ravishda ko'rsatilgan. 1905-1917-yillarda Rossiyada ham Rus xalq ittifoqi degan bir tashkilot tashkil etilgan va pravoslav tashkilotining
faoliyati sifatida ko'rsatilgan bu tashkilot ham demak, bir qancha vaqt mobaynida aynan Rus xalqi ittifoqi tashkiloti sifatida insonlarning siyosiy va diniy g'oyalarida o'z g'oyalarini, xususan pravoslavlik, yakka hukmronlik va milliylik kabi qarashlarni singdirishga harakat qilishgan. 13-asrda Ibn Taymiya aynan mana shu fundamentalistik g'oyalarni ko'rsatib o'tganda, ularning ma'lum bir qarashlarni yoki farqlarni ko'rsatib berganda, hatto islomda ham bunday qarashlarning mavjud ekanligi, ularda xususan Qur'on, hadislar masalasida ma'lum bir cheklovlar mavjudligi haqida ta'kidlab o'tishgan. Ularning orasida ba'zida masalan samoviy bir harakatlar borasida yoki ma'lum bir dunyo haqidagi qarashlar borasida ham faktlar beriladiki, bir safar shunday bo'lganki, bir harakat toifasi a'zolari o'zlarini bir xuddi aytganimizdek bir dunyoda tanlanganlar sifatida belgilashganki, qiziq tomoni ularning barchasi o'zlarini demak kastratsiya qildirishgan bo'lgan, hamda ikkinchi tomondan oladigan bo'lsa bir osmondan bir yorqin yulduz ko'ringan, ya'ni go'yoki bir yulduz uchishiga oid o'xshashroq bir qanaqadir bir asteroid uchish holati tashlangan payti ular shu kuzatib turishganda ham bizga belgi berildi deb bir kechada hammasi o'zini o'zi demak qatl etishgan. Ya'ni go'yoki bir mana shunday bir ajoyib holatlar ham bo'ladiki, mana shunday bir diniy sekta a'zolari bir samoviy belgi berildi deb dunyodan bir kunda o'tish holatlari ham ko'zga tashlangan. Shu nuqtai nazardan albatta bunday diniy sektalar va diniy harakatlardan ogoh bo'lish talab etiladi. Shuning uchun demak har doim albatta ma'lum bir davlat tomonidan nazoratga olingan diniy adabiyotlarni o'qish va har xil insonlarning diniy jalb etishlariga e'tibor bermaslik masalasi doimiy ravishda demak O'zbekiston musulmonlari idorasi va boshqa diniy tashkilotlar tomonidan doimiy ravishda ogoh etiladi. Shuning bilan darsimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, ishlaringga omad.